Yangi O'zbekistonda poydevori 3-Renessans poydevori kim quradi? Faqat va faqat sizlar qurasizlar uni. Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlagandek, yangi O'zbekiston yoshlari kelajagimiz va istiqbolimiz poydevoridir. Har bir oila, har bir mahalla bugungi kunda farzandlarimiz ta'lim tarbiyasini eng asosiy vazifa sifatida bilib, yoshlarni xalqimizga yot va zararli bo'lgan salbiy ta'sirlardan himoya qilgan holda ularni millat va davlat taraqqiyotining kelajak bunyodkori etib tarbiyalashi ham qarz, ham farzdir. Zero inson hayoti odob-axloq, ta'lim-tarbiya bilan bevosita bog'liqdir. Bugungi kunda dunyo aholisining 1/3 qismini yoshlar tashkil etadi. O'zbekistonda esa 18 milliondan ortiq yosh avlod vakillari jamiyatning turli sohalarida faoliyat yuritmoqda. Bu raqamlar biz yashayotgan globallashuv davrida jahon taraqqiyotiga ham, mamlakatimiz rivojida ham yoshlar eng muhim va asosiy kuchga aylanib borayotganidan dalolat beradi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlarini himoya qilish, yosh avlod vakillari o'z iste'dod va qobiliyatini namoyon etishi uchun sharoit yaratishga qaratilgan ko'plab xalqaro hujjatlar, strategiya va yo'l xaritalari mavjud. Bugungi kunda yurtimizda bo'layotgan ko'plab islohotlar natijasi o'laroq hayotimiz kundan kunga yaxshilanib bormoqda. Ayniqsa oliy ta'lim sohasidagi islohotlar va imkoniyatlar yigit-qizlarning malakali mutaxassis bo'lib, hayotga kirib kelishida muhim omil bo'lmoqda. Nafaqat ta'lim, balki yurtimizda yoshlar sporti uchun ham keng ko'lamli imkoniyatlar yaratildi. 2022-yilning 11-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror imzolandi. 2022-yildan boshlab har yil an'anaviy tarzda 30-iyun O'zbekiston Respublikasi Yoshlari kuni hamda dekabr oyida o'tkaziladigan yoshlar forumi doirasida sportning futbol, mini futbol, voleybol, yengil atletika, shaxmat shashka, stol tennisi turlari bo'yicha 5 bosqichli ommaviy sport musobaqalarini o'tkazish tizimi joriy etildi. Shuningdek, 5 tashabbus olimpiadasi doirasida kitobxonlik, madaniyat va san'at, intellektual o'yinlar, axborot texnologiyalari hamda sport turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazilib kelinmoqda. Qolaversa, Yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan tashkil etilgan yosh kitobxon tanlovi ham yoshlarga berilayotgan e'tiborning muhim ko'rinishlaridan biridir. Yurtimizda ma'naviy ma'rifiy sohalardagi sa'y harakatlarni tizimli asosda yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusning ilgari surilishi O'zbekiston tarixida yoshlar ta'lim tarbiyasi bo'yicha yana bir yangi bosqichni boshlab berdi. Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasidagi qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan. Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan. To'rtinchi tashabbus yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan. Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutadi. Bugun yurtimizda yoshlarning zamonaviy ilm-fan va yuqori texnologiyalarni mukammal egallashi uchun barcha kuch va imkoniyatlar ishga solinayotgani, xususan Prezident va ijod maktablari tashkil etilayotgani zamirida katta ma'no mujassam. Hozir biz zamonaviy talablar asosida jihozlangan barcha shart-sharoitlarga ega o'quv binolarida ta'lim olayotgan yoshlarning yutuqlari bilan haqli ravishda faxrlana olamiz. Prezidentimiz Oliy Majlisga murojaatnomasida yangi O'zbekiston maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi degan g'oyani ilgari surgani bejiz emas. Zotan yurtboshimiz ta'kidlaganidek, agar katta avlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko'ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g'ayrat, shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak, ko'zlagan marralarga albatta yetamiz. Mani yagona niyatim shu O'zbekistonni gullab yashnatish, O'zbekiston uchun muhim va kerakli inson bo'lib yetishish. Ajdodlarimizga munosib farzand bo'lishga va'da beramiz.